Oyivi tekshiruvdan o'tish algoritmi. Testdan 30 daqiqa oldin ovqat yemang. Tishingizni yuvmang, ichimlik ichmang va chekmang. Yo'riqnomani o'qing. Test uchun barcha kerakli qismlar mavjudligiga ishonch hosil qiling. Paketdagi maxsus suyuqligi bo'lgan konteynerni olib, og'zini ochgan holda shtativga 45 daraja qiya holatda joylang. Ikkinchi bosqich. Paketdan maxsus tayoqchani oling va tayoqchaning yostiqcha qismini tepa pastki milk ustidan sekinlik bilan 5-6 marta harakatlantiring. Suyuqligi mavjud bo'lgan konteynerga joylashtiring. Uchinchi bosqich. Vaqtni belgilang. 20 daqiqa kuting va natijani baholang. Yodda tuting, test natijasini 40 daqiqadan so'ng baholash mumkin emas. To'rtinchi bosqich. Bitta qizil chiziq chiqsa, manfiy natija hisoblanadi. Ikkita qizil chiziq chiqsa esa, musbat natija hisoblanadi. Agar umuman chiziq chiqmasa, natija yaroqsiz deb topiladi. Test yaroqsiz bo'lsa, testni qayta o'tkazish tavsiya etiladi. 5-bosqich. Testdan keyin barcha qismlarni maxsus qog'oz paketga solib, og'zini yopgan holatda chiqindiga tashlang. Eslatma: musbat natija bo'lsa, albatta OITSga qarshi kurashish markazida qo'shimcha tekshiruvdan o'ting.